Bu esa kalsiy qizlar, kalsiy plus K2. Bu ham Rossiya mahsuloti. Kalsiy bu hammaga ma'lum, soch, tirnoqlarni, suyaklarni mustahkamlash, tishlarni mustahkamlanishga yordam beradi. Inson organizmi 90% kalsiy bilan rivojlanadi. K2 vitamini esa o'sha kalsiyni so'rilishga rosa ham yordam beradi. Bir internetlarda zesosani temir moddasini so'rilish uchun C vitamini bilan birga qo'llash kerak. Kalsiy uchun K2 bilan qo'llash kerak. Ko'p vitaminlarni boshqa vitaminlar bilan uyg'unlashtirib qo'llasan, ana o'shanda rezultat zo'r bo'ladi qizlar. Biz kalsiy ishim kerak, sochim to'kilib, tishim to'kilib ketibdi, kalsiy ichishim kerak. Kalsiy ichaveramiz. Qo'lim kam temir ichishim kerak, gemoglobin olishim kerak deymizda, uni yaxshi so'rilishga yordam beradigan rezultatlarni qilmaymiz. Lekin mana shu kalsiyni K2 vitamini o'zi birga uyg'unlashga shu bilan qo'llansa juda ham zo'r ta'sir qiladi. Ayniqsa bo'lajak onalarga yoki bo'lmasam farzand kutmoqchi bo'lgan onalarni organizmi mustahkamlab beradi. Yoki farzand katta qilgan onalar ham bilasizlarmi? Bola tuqqandan keyin mana shunaqa bo'lib qoldim, kalsiyim kamayib ketdi, tishim to'kilib ketibdi, holim qurib ketibdi, etim og'ridi, ana shunaqalarni kalsiy yetishmovchiligi bo'ladi qizlar. Bu ham 60 ta kapsuladan iborat. Tavsiya qilaman.